Assalomu alaykum hurmatli IELTS muxlislari. Bugun do'stlar mana volume 5 kitobini boshlaganmiz. Yangi kitoblar vujudga kelyapti. Undan keyin volume 5 tugagandan keyin volume 6 ni tugatgandan keyin yangi kitob, yangi tahliliy kitob imtihonda tushgan savollar bo'yicha ko'ramiz do'stlar keyin. Chunki imtihonlar darajasi juda ham yaqinlashyapti. Shuning uchun shunday qilmasak bo'lmaydi do'stlar. Mana shu yerda IELTS listening volume 5 test 1 ni ko'ryapmiz. Listeningda do'stlar bu yerda Avstraliyaga yaqinda kelgan do'stim Robert Goddardning anosini application formi bu do'stlar. Ayol kishi so'rayapti, o'g'il bola javob beryapti. Erkak kishi degani. Endi bu Melbourne do'stlar, bu Avstraliyaning eng ko'zi ko'ringan biznes shaharlaridan bittasi. One of my friends studied there for his master's degree. Tushunarlimi? Do'stimning bittasi Xurshid degan bir bola shu shaharda magistratura o'qib kelgan biznes bo'yicha. Zo'r shahar. Menga video jo'natgan, yoqqan menga dahshat. Endi do'stlar, mana shu yerda mana bu Robertni nechinchi marta kelishi ekan Avstraliyaga, Melbourne shahriga? 3-marta. Shu birinchi martamikan? Yo'q. Shuning uchun no yoki sir degan javobim bo'lishi mumkin. Best thing about the city. Nima deydi do'stlar? Amazing weather. Keyin do'stlar, shu yerda sizni chalg'itib ketmoqchi edi, exotic wildlife deb. To'g'ri, birinchi shuni aytdi, lekin the most important dedi-ku. To'g'rimi? Ya'ni alohida ta'kidlab o'tib ketdi-da. Sizni chalg'itish uchun birinchi zarbani berib qo'ya. O'sha yerda chalg'ib qoldingizmi, tamom degan. Demak, nima bo'ldi? Ikkiga amazing weather. Favorite attraction. Eng yoqqan nimasi? Nima? Joyi yoki bir nima? Ko'zi ko'ringan joy. Nima ekan? Town hall. Shahar markazidagi o'sha hall juda ham yaxshi dedi shu yerda. Keyin ovqatlar haqida gap ketdi do'stlar. The destination is dining options. Any type of food ham bo'ladi, variety of food ham bo'ladi. Tushunarlimi? Chunki u yerda fishni ham gapirdi, local foodni ham gapirdi, hammasini gapirib ketdi. To destination nimada kelibdi u? Plane'da, samolyotda. Age group over 40 yoki 41 yosh desa ham bo'ladi. Yaqindagina 2 oy bo'ldi, 41 ga to'ldim dedi. To'g'rimi? Zo'r. 3 xil darajadagini aytdi. 20 gacha, 20 dan 40 gacha, 40 dan yana nechagacha. Tushunarlimi? Shunda 43-darajaga kiryapti. Income level mid range. Mid range degan do'stlar o'rta miyona degani. Keyin uning nimasi dedi? Nima uchun kelding? Maqsading nima tashrif buyurishdan unga Melbourne ga desa, tourism. Occupation nima ekan do'stlar? Buni asosiy ishi computer programmer ekan. Mana bu nima ekan? Ba'zida o'zim nima qilib yozib turaman? Writer for a travel magazine. Sayohat o'sha jurnali uchun nima? Hikoyalar yozib turaman dedi. Opinion about nima? Accommodation. Men boya aytib ketdim sizlarga, kimdandir lug'at so'rayotganimda. Value chiqib ketdi, good value deb ketdim. O'sha signal bo'ladi do'stlar. B birinchisiga do'stlar. B ni qayerdan topdik? Chunki u yerda aytdi Saint George Street degani Rohib George ko'chasida. Saint nima degani do'stlar? Rohib degani. Ko'pincha qisqartma shaklda ST bilan berilib ketadi. B mana burchakda joylashgan deydi do'stlar. Tushunarlimi? Undan keyin National History Museum. O'shanga qarama-qarshi tomonda turdi. Queen Streetda bor dedi. Mana men bunaqa chizib olganman do'stlar, birdaniga. Katta qilib. Men B'dan Northga qarab yurasan dedi, Westga qarab yurasan dedi. Ha, Westga qarab yurasan, mana bu National nima dedi? History Museum bor dedi. Car park qayerda ekan do'stlar? Car park Ida. South King Streetda burchagida joylashgan dedi. Keyin shopping mallchi C'da, ya'ni mana bu yerda undergroundga kiraverishda dedi. Timber Roadda. Keyin bu yoqda qarama-qarshi tomonda primary school bor dedi. Tushunyapsizlarmi? Zo'r, section 2 ga o'tib ketamiz do'stlar. Section 2 da do'stlar o'sha zdaniyalarga kiritilgan nimalar, yangiliklar haqida gaplashamiz. Mana bu car parkga nima yangilik kiritildi? Primary schoolga, Science Museum, National History Museumga va oxirisi nimaga do'stlar? Shopping mallga nimalar kiritildi? Birinchi car parkga aytdiki do'stlar, ya'ni nima deydi do'stlar? Additional science. Qo'shimcha belgilar kiritilgan. O'sha yerda belgilar kam bo'lganligi uchun mashinalar tirbandlikda qolganmi, qiynalgan dedi. Shuning uchun qo'shimcha belgilar kiritildi. Primary schoolga nima qildik dedi? Qo'shimcha zanalar qurildi dedi. To'g'rimi? G bilan new structure mana. Science Museumgacha, ilmiy o'sha tabiiy fanlar muzeyiga C bo'ladi do'stlar. Free information provided mana. Keyin National History Museumga D dedi do'stlar. Mana bunga. D nima degan? Increase in size.
size space deb ketdi. Shopping mallda A dedi, bitta add entry mall. O'sha oldingi kiradigan yoki bo'lmasa o'sha yerda dedi odam gavjum bo'lib dedi, kiraverishda odamlar tiqilib qolyapti. Shuning uchun unga yangi kiraverish qilardik do'stlar dedi. Tushunadingmi? 21 dan 23 gacha multiple choice edi, ladies and gentlemen. The proposal degan do'stlar bu yerda proposal o'zi taklif degani-ku. Siz agar diplom ishi yoki dissertatsiya yozsangiz, birinchi proposalingni olib kel dedi. Taqdimot degani. Ya'ni nimalar bo'ladi o'sha dissertatsiyangda? Tushunadingmi? Birinchi borku, birinchi. Tezis qismi deyiladi-ku, tezis. Ha? Mana masalan ichimizda bor mana bakalavr bitirganlar. Tezis qismi deyiladi. Masalan men magistraturada proposal olib borganman, birinchi. 2 varaqmi, 3 varaq bo'ladi. Qo'liga borib topshirasiz professorda. O'qib chiqqandan keyin bo'lmaydi. Yo'qot, bo'lmasa olib kel deb aytadi. Masalan men birinchi olib borganimda American novelism bo'yicha yozmoqchi bo'lganman. Chunki English language and literature bitirganimda Mario Puzoning cho'qintirgan ota The Godfather bo'yicha yozmoqchi bo'lganman. Anomda dissertatsiyamda magistratura bo'yicha. Proposalimda olib borib topshirganman. Qiynalasan, atmena qilgan. Rejection. Tushunyapsanmi? Lekin men uni kinosini ham ko'rib chiqqanman, kitobini ham o'qib chiqqanman. Ha? Menga yoqqan. Kinosini bir 20 marta ko'rganman. Ham o'zbek tilida, ham ingliz tilida. Tushunadingmi? Lekin afsus nadomatlar bo'lsinki, shu menga qiyinlik qilar ekan, shuning uchun men yozib turmagan. To'g'ri qilgan do'stlar. The proposal will nima deydi do'stlar? Be returned with feedback. Ya'ni maslahat bilan qaytarib berilar ekan. 22. The proposal will consist mostly methodsdan. Mana buni X result nima? What about the results dedi. Result kerak emas, o'zing qilasan result dedi. Tushunadingmi? 23. O'sha qog'oz, o'sha chop etilayotgan o'sha narsa uchun nima? Ilmiy maqolasi uchun o'qituvchi nimani talabalarga buyurdi? Pay attention to the time limits ga. A bo'ladi. Mana bu 24 ga nima bo'ladi do'stlar? 24 ga interview qilish shart emas. Keyin mana bu nima dedi? Final report, ya'ni formatiga e'tibor ber dedi. Ikkita copy tayyorla dedi. Copies 20da 11 May, 28 ga. Do'stlar, deadline bor, due date deb ketdi. Due date deb ketdi. Yozib qo'yinglar. Deadline da nima deb ketdi? Due date. 29 ga note, 30 ga nima deydi do'stlar? 30 ga procedure. Procedure deb ketdi. Kim shuni yozgan zo'r qilib? Malades. Procedure deb yoziladi. Jarayon degani. Advertising effect 31 dan 40 gacha do'stlar, reklamaning ta'siri. Birinchisi do'stlar nima deydi? Distance. Yoningizda turgan, to'g'ri buni oldin ham qilgan ekanmiz. Oldingizda turgan joydan tasavvur qiling, qorningiz och. Yoningizda turgan shoh ko'chadan borib o'qitlanasizmi yoki narigi bloklardan borib o'qitlanasizmi dedi. Конечно, yoningizdami? Shuning uchun ochilayotgan joyingiz juda ham nima bo'lsin, qulay bo'lsin dedi. Tushunamsanmi? Men masalan hayot ot tashlasam, masalan, brendli joylar bor, o'sha yerlarga kamdan kam boraman. To'g'ri qilaman-da. Nima qilaman o'rga bor. Mahmud sound plate deb ketdi. Plate mana bu yerda yozib. 33 ga nima bo'ldi? Sense of smell. 34 flexibility, moslashuvchanlik. 35 reaction. 36 native languages. 37 da newspaper. Young people never buy newspapers deb ketdi. 38 improve the swimming pool. Yo'q, improve the environment. Keyin mana bu suntan lotion degan do'stlar, quyoshdan saqlovchi krem bo'ladi, suntan degan, adashmasam. Shuning reklamasini qayerga qo'yish kerak ekan? Swimming pool, basseyn yoniga. Oxirisi nima bo'ldi do'stlar? National Parkka qo'y dedi. Tushunadingmi? Zo'r. Mana shu yerda IELTS'imiz yakuniga yetadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.